Assalomu alaykum Chilonzor tumani aholisi. Bugungi briefingiz mazmuni Chilonzor tumani suv tarmoqlari bo'limida korrupsiyadan xoli hudud mavzusida qilingan ishlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Korxonamizda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha barcha kerakli huquqiy hujjatlar hamda ma'ruzalar o'qib eshittirildi. Shundan so'ng ishchi xodimlar tomonidan anonim so'rovnomalar o'tkazildi. Qolaversa, aholi bilan ochiq muloqot qilish maqsadida yanvar oyida Bo'rijar mahallasida sayyor qabul o'tkazilib, korrupsiyadan xoli hudud mavzusida yig'ilish o'tkazildi. Chilonzor tumani suv tarmoqlari bo'limi xodimlaridan xizmat ko'rsatilish chegarasi, qonun qoidasi qisqacha tushuntirib o'tildi. Ya'ni markaziy ichimlik suv quvurini bartaraf etishda yoki abonentlar ichimlik suvidagi quvurlardagi nosozliklarni bartaraf etishda hech qanday pul bilan bog'liq muomala bo'lmasligi, xonadonlar ichki ichimlik suv quvurlarini ta'mirlash uchun maxsus suvsoz abonent xizmati davlat unitar korxonasiga murojaat qilishlari tushuntirildi. Bundan tashqari korxonamizda 72 ta ishchi xodim mavjud bo'lib, ularga har oyning birinchi sanasida yig'ilish o'tkazib, o'zining lavozim yo'riqnomasi hamda aholi bilan yoki noturar joylar bilan korrupsion holatlarga yo'l qo'ymaslik, ta'magirlik qilmaslik haqida tushuntirildi va bunda O'zbekiston Respublikasining qonunchiligida jazo muqarrarligi qayta tushuntirildi. Shundan so'ng har bir xodimdan kafolat xatlari olindi va anonim so'rovnomalar o'tkazildi. Bu kabi tadbirlar yil davomida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bu tadbirlarga davlat idoralaridan mas'ul xodimlar jalb qilib, qo'shimcha yana tushuntirishlar ishlari olib borilishi maqsad qilingan. Qolaversa, aholi tomonidan Chilonzor tumani suv tarmoqlari bo'limi xodimlariga ta'magirlik yoki pul talab qilishlik holatlari kuzatilsa, Top korrupsion kuchukcha Gmail elektron pochta orqali hamda Telegramning O'zsuv antikorrupsion botlariga yokida 1255 qisqa raqamlariga murojaat qilish holidan so'rab qolardim. Bundan tashqari Chilonzor tumani hokimligining Telegram bot orqali antikorrupsion boti mavjud bo'lib, u yerga ham murojaat qilishingiz mumkinligini ma'lum qilamiz.